Hop, mana Angliyadan chiqdim, Fransiyaga qarab ketyapmiz. Hozir parondaman. Paronni men 9 etajgacha ko'rdim. Qisqasi bu yerda oshxonalar ham bor, bunaqa magazinlar, duty freelar, даже kazinolargacha qilingan ekan. Rostini aytsam, bu ikkinchi marta chiqishim, 1 yil oldin ham chiqqan edim. Lekin u kema sal boshqacharoq edi. Vibr sal ko'proqdek tuyuldi menga-da. Hozir to'g'risi aytsam qornim och, halol ovqat topolmayapman. Yoki bo'lmasa o'sha free deydi-yu, qo'rilgan. Hatto o'shani topolmayman. Go'sht bilan aralashtirib qo'yilganda, o'shanga hozir aylanib qidirib yurmoqda nima bor ekan deb juda ham bahaybat. Oxir halol topdim ovqat. Mana nima deyapti? Topdim, tepa etajda bor ekan. Faqat kartoshka и baliq.